UFC bir paytlar qo'l siltagan bu jangchiga raqib topishning iloji yo'q edi, chunki deyarli har bir jangchi bu jangchi bilan jang qilishdan bosh tortgan. Sababi oddiy, bu jangchining uslubi maksimal noodatiy. U raqiblarini parterga yiqitib, ularning oyoqlariga og'riqli usulga chiqib jangni yakunlashga odat qilgan. Sobiq UFC chempionlari, hattoki jiu-jitsuda qora belbog' sohiblarini ham soniyada taslim ettiradigan jangchi. Unga raqib topish UFC uchun haqiqiy bosh og'riqqa aylangandi. Ammo shunda sahnaga Ilya Topuria chiqdi. Gruziya ildiziga ega ispan jangchisi. Bu UFC'dagi 13-jang edi, lekin u allaqachon kelajak yulduz deb atalayotgan edi. Topuria Ryan Hallning o'sha mashhur zamin tozalovchi uslubiga qarshi kurashishga tayyor edi. Tomoshabinlar va mutaxassislar yana o'sha ssenariyni kutishardi. Ryan Hall oyoqqa chiqadi, navbatdagi taslim bo'lish va yana submission. Chunki bu odat deyarli barcha janglarga yuz bergan. Qanday qilib uni nokaut qilish mumkin? Bunga Topuria javob topgandi. U Hallning harakatlarini kutib, uni eng kichik xatosini kutdi va o'sha xatoni ko'rishi bilan hammani hayratga solgan holda o'zini parterga urdi. Ammo bu safar bu joy Ryan Hall uchun xavfsiz emasdi. Topuria uni yerga yiqitdi, qattiq zarbalar bilan jangni yakunladi. Shov-shuv bo'ldi, maydon jim bo'ldi va o'sha yerda hamma tushundiki, parter ustasi ham yotgan joyida jazoga tortilishi mumkin.